Bu yigit kim? Adı Polat. Polat Alamdar. O sensin. Bu sensan. Öleceksin. Endi o'lasan. Yangi yuz, yangi pasport. Geçmişin. O'tmishing o'chirildi. Ailen yakın. Oilang, yaqinlaring, seni taniydiganlar hammasi endi yo'q. Hech biri yo'q. Eng buyuk bo'lamiz uka. Eng buyuk. Uning ismini nima? Polat. Kim u Polat? Kim? Bu Qoraxonlikning buyrug'idir. Istanbul bundan keyin seniki. Ozga oz, ko'pga ko'p. Sulaymon Chaqir. İstanbulning egasi. Do'stim bo'lmaydi, dushmanim yashamaydi. Meni oilamdan birontasiga tahdid qiladigan odamni tupugimda cho'ktirib o'ldirdim. Men mafiya otasiman. Buni qabul qiling. Mafiya otasiman. Shu o'rmonda qolib ketamizmi deb o'ylagandim. Biz o'rmonlarning qirolimiz Arstonim. Kim bular o'zi? Borib noqonlarni bosaydik. So'roq qilaylik og'a. It bilan bo'rini qo'yaver. Shoqollar orasida qoldik. Ammo mingta it bitta bo'rini yo'lga soladi. Itga itday, shoqolga shoqolday, arslonga arslonday javob beramiz. Sizni baronimiz bo'lishingizni tanlayman. Og'a, bu oxirimi? Oxirini o'ylagan qahramon bo'lolmaydi. Qashqirlar makoni operatsiyasi tugadi.